Assalomu alaykum, qadrli chorva ixlosmandlari, hammaga xayrli kun. Alloh ishlayni barakotli qilsin. Hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari hamda ish boshqaruvchilari, bugun juma ayyom kunida, xudo xolasa, biz Mos jamoasi bilan birgalikda hozirgi kundagi fermer xo'jaligimizda ozuqa ratsioniga qo'shib borilayotgan, hozirgi kunda mollarimiz kunlik sharoitda ozuqalar ichida iste'mol qilayotgan trikalsilarimizdan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida joylashgan skalatimizga olib keldik akalar. 10 tonna mahsulotimiz kimgadir kerak bo'lsa, bir qopdan tortib 1 tonna, 2 tonna, 1,5 tonna har xil turdagi holatlardagi dastavka ishlarimizni sizlarga video jarayonida qo'yib borishga harakat qilamiz akalar. Aloqaga chiqinglar, narxlari hamda buni foydasi to'g'risida ma'lumotini beramiz. Chorvani barakoti uchun xizmat qiladi Mos kompaniyasi akalar. Rahmat kattakon hammaga, chorvaga baraka.